Bugungi kunda O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi aloqalar strategik hamkorlik va azaliy qardoshlik tamoyillari asosida mutlaqo yangi, yuksak bosqichga ko'tarildi. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalar qatorida, ayniqsa adabiyot va san'at yo'nalishidagi ikki tomonlama hamkorligimizning gullab yashnayotgani bir ildizdan suv ichgan ikki xalqning ruhiy yaqinligidan dalolatdir. O'zbek-Ozar adabiy aloqalarining yorqin namunasi sifatida bu yil buyuk ajdodimiz Hazrat Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi qardosh Ozarbayjon zaminida keng nishonlandi. Markaziy Osiyo va Ozarbayjon hamkorlik kengashi, maslahat kengashi o'tgan yil tuzildi va bu o'z ishini boshladi. Bugun biz tashrifimiz Ozarbayjon Respublikasida asosiy maqsad buyuk bobo kalonimiz, G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomizning 585 yilligini Ozarbayjondagi vatandoshlarimiz, bu yerdagi ilm ahli bilan, ziyolilar bilan nishonlash. 2025-yil 15-noyabrda Toshkentda o'sha Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining o'sha konsultativ uchrashuvi, ya'ni maslahat uchrashuvi deymiz-ku, mana shu bo'lib o'tdiki, bu ham o'sha mamlakatlarimizning o'sha hamkorligi doirasidagi navbatdagi bir yuksak pog'ona bo'lgan edi. Va bunda albatta o'sha madaniyat sohasi va madaniy, ijtimoiy, gumanitar sohadagi hamkorlikning yangicha bir formatlari va yangicha bir bosqichlari ko'rib chiqilgan edi. Mana shular doirasida bizning turkiy dunyo uchun umumiy iftixorga aylangan tarixiy siymolarning tavallud kunlarini birgalikda nishonlash, ularning ijodini birgalikda o'rganish masalasi yetakchi o'ringa ko'tarilyapti. Negaki bugungi kundagi madaniyat zamonaviy 21-asrning ilm fani, uning madaniyati, adabiyoti, san'ati baribir o'z manbalari, o'zining buloq boshisiga borib taqaladi. Bu esa bizning umumturkiy xalqlarimizning umumiy iftixori bo'lgan bobolarimizning ijodiy meroslari. Ya'ni o'z-o'zidan Nizomiy Ganjaviy, Alisher Navoiy, Fuzuli, Bobur, Dehlaviy va Nasimiy kabi qator siymolarimizni eslab ketamiz bu o'rinda. Chunki ularning bugungi kunda bizda qoldirgan ijodiy meroslarini qayta o'rganish asnosida bizning madaniyatlarimiz va adabiyotlarimiz mushtarak holda jadal bir rivojlanyaptiki, mana bunday bir rivojlanishni dunyodagi boshqa hech bir adabiyotlarda, madaniyatda uchratib bo'lmaydi. Vatandoshlar jamoat fondi va O'zbekistonning Ozarbayjondagi elchixonasi hamda Ozarbayjon fanlar akademiyasi hamkorligida kuni kecha Ozarbayjon davlatining poytaxti Boku shahrida Alisher Navoiyga bag'ishlangan bir qator adabiy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Bayram tadbirlari millatimiz quyoshi Alisher Navoiy xotirasiga hurmat bajo keltirib, ul zotga bo'lgan cheksiz ehtirom yana bir karra izhor etilib, haykali poyiga gul qo'yish marosimi bilan boshlandi. Unda qator davlat elchilari, shuningdek Ozarbayjon Milliy Majlisi deputatlari, taniqli adiblar va olimlar ishtirok etishdi. Ozarbayjon xalqining, bizning Alisher Navoiy bobomizga, O'zbekistonga, O'zbekiston xalqiga bo'lgan mana hurmatini, ehtiromini ko'rib turibmiz. Biz doimo mana shu bayramlarni davom ettiramiz. Bu doimiy an'ana. Unikal bir fakt borki, bundan roppa-rosa 100 yil burun 1926-yilda mana shu Baku shahrida Fanlar akademiyasining prezidiumi binosida turkologik qurultoy bo'lgan. Mana shu qurultoy doirasida Alisher Navoiyning 485 yillik yubileyini o'sha vaqtda 100 yil avval tantanali ravishda nishonlangan. Bugungi kunda O'zbekiston butun dunyoga keng eshiklarini ochgan holda mana 8-9 yildirki O'zbekistonning qiyofasi boshqacha ko'rinishga ega bo'ldi. Yangi strategiyalar, O'zbekiston 2030 strategiyasini bugungi holati yoki 2025-yil 26-dekabrda yurtboshimiz tomonidan Oliy Majlisga, xalqimizga qilingan murojaatda bugungi strategiyani ko'p manbalari, ko'p raqamlari bugun amalga oshirildi. Navbat yangi bosqichga, yangi muloqotlarga, yangi maydonlarni ochish vaqti keldi degandan keyin yurtboshimiz tomonidan biz oldimizga katta maqsadlar qo'yildi. Alisher Navoiy o'zbek tilining jonkuyari, haqiqiy himoyachisi edi. U butun insoniyat ahliga o'zbek tili boy va go'zal til ekanligini ko'rsatib, o'z o'lmas asarlari bilan buni isbotladi.
Ikki davlat o'rtasidagi madaniy gumanitar hamkorlikning yana bir mevasi sifatida 3-fevral kuni O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tashabbusi bilan Ozarbayjon tillar universitetida o'zbek tili va madaniyati markazi o'z ishini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hamda Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev tomonidan qo'shnichilik, avvalambor qo'shnichilik, Turkiy davlatlarning bir-biri bilan yaqindan hamkorligi, urf-odatlari, madaniyatini yaqinlashtirish maqsadida juda katta bir hukumatlararo bitimlar amalga oshirib kelinyapti. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ham xuddi shu yo'nalishda hukumatimiz tomonidan topshirilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yilda O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Ozarbayjon tillar va madaniyat markazini ochdik. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida Ozarbayjon tili 3-til sifatida talabalarimizga o'qitila boshlandi. Bugungi kunda Ozarbayjon tillar universitetining 3 nafar professor o'qituvchi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida Ozarbayjon tilidan darslar beryapti. 34 nafar talaba bugun katta qiziqish bilan Ozarbayjon tilini, adabiyotini, madaniyatini o'rganib kelyapti. Kelajakda ikki davlat o'rtasidagi oliy ta'lim muassasalaridagi ilm sohasida, innovatsiya sohasida, ta'lim sohasida katta ishlar amalga oshiriladi va bu natijalarni nasib qiladigan bo'lsa, yosh avlod yangi O'zbekistonni qurishda o'zlarini hissasini qo'shadi degan umiddaman. Til qayg'usi bilan yashagan, so'z qadrini bilgan, o'zbek adabiyotining tamal toshini qo'ygan Alisher Navoiy tavalludi nishonlanayotgan ulug' kunlarda bunday markazning ochilishida ham so'zsiz katta ma'no va xayr bor. Doimo bularga qo'llab-quvvatlaymiz, adabiyot bilan, o'qituvchilar bilan, ular bilan birgalikda seminarlar o'tkazib, bularni nafaqat Bakuda, balki hozir biz o'ylab turibmizki, reja qilyapmiz, ularni rayonlarga olib chiqish. Hozirgi vaqtda O'zbekiston bilan Ozarbayjon orasida 13 ta birodar shahar bor. 13 taga yetdi. Shu bilan biror shaharlarda ham prezident biz yaratib bergan mexanizmni yo'lga qo'yib, Jizzax, Guliston, Termiz, Buxoro, Qo'qon, Xiva, ular hammasini birodar shaharlar bor, ularni olib kelib, bu yerdan ularni u yerga borib ko'rsatib, mana shu tadbirlarni, shu Alisher Navoiy bobomizning yubilerini shu tariqa, shu jumladan u yerda ham o'tkazishga rejalarimiz bor katta. Ozarbayjon Milliy fanlar akademiyasida Alisher Navoiy ijodiy merosiga bag'ishlangan Barhayot Navoiy shiori ostida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Tadbirda bu buyuk zotning hayoti va ijodi haqida mamlakatimiz, shuningdek ko'plab xorijiy davlatlarda yuzlab ilmiy tadqiqotlar olib borilayotgani, risolalar, yirik asarlar yozilayotgani va Alisher Navoiy bugun 21-asrda ham zamonaviy ekanligi, qolaversa Navoiy shunoslikning chegara bilmasligi, poyoni yo'qligi alohida ta'kidlab o'tildi. Dasturlar juda chiroyli, ma'ruzalar ham olimlarimiz juda chiroyli ma'ruzalar qilishdi. Mana meni o'zim ham demak Maxshur Shahzodaning Navoiyshunoslikdagi o'rnini gapirib berdim, chunki Navoiyshunoslik ham bu faktologik fanda. Endi Shahzoda bu ham Ozarbayjon ham O'zbekiston farzandi, Navoiyni g'azal mulkining sultoni deb sharaflagan. Shahzodaning 4 jildligining 4-jildi aynan Navoiyga bag'ishlagan tadqiqotlar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, turkiy dunyoning ulug'lari Navoiy va Bobur deymiz, Nizomi deymiz, Fuzuli deymiz. Bulardagi mushtarak adabiy hodisalar, tarixiy hodisalar bugungi konferensiyada juda bir chiroyli tahlil va talqin qilindi. Endi Shahzoda bilan Navoiyni bog'laydigan bo'lsak, Maxshur Shahzoda nafaqat Navoiyni, Boburni ham chiroyli o'rganganda bu ikkita buyugimizni birlashtirib 1939-yilda Navoiy va Bobur degan jaji tadqiqot yaratgan. Mana shu tadqiqot mana bizda davom etib ketyapti. U o'zini tadqiqotda Navoiyni genial inson deydi. Adolat va insof, muhabbat va ma'rifatning kuychisi va ma'rifatning targ'ibotchisi deydi. Ozarbayjonning Boku shahrida o'sha tarixiy bir binoda 1926-yilda Baku turkologiya qurultoyi, birinchi turkologiya qurultoyi bo'lib o'tgan. Bu yerda juda ko'p jadidlarimiz, 13 nafar jadidlarimiz bu yerga kelishgan. Men yaqinda Xolid Saidxo'jayev shu yangi alifboga o'tish bo'yicha butun tashabbusni nima qilgan, butun jarayonni o'zi boshqargan Xolid Saidxo'jayev haqidagi katta bir kitobni tarjima qildim. Yaqinda Ozarbayjon madaniyat markazi bilan hamkorlikda u nashr qilinadi. Turkologiyaga bag'ishlangan birinchi qurultoyning 100 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar boshlandi.
va qizig'i shundaki, o'sha tadbirlarni boshlanishida Alisher Navoiyga bag'ishlangan nima bo'lyapti, tadbir bo'lyapti va 100 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan edi. Dastlab Alisher Navoiy eslangan, yodlangan, uning asarlarining ahamiyati targ'ib qilingan, undan keyin bir qurultoy boshlangan edi. 100 yildan keyingi tarix takarrur qilyapti yana. Azerbaycan'da büyük Özbek şairi Alisher Navoiy'e hususi sevgi ve itiram vardır. Alisher Navoiy Özbek halkının büyük sanatkar olmaktan bir de Türk dünyasının iftiharıdır. Dünya medeniyetinin yaradan görkemli simalardan biridir. Alisher Navoiy'nin idealları Türk dünyasının geleceğine ve dünyada adaletin, sülhün galip gelmesine ışık salır. Azerbaycan'da her yıl Alisher Navoiy'nin il dönümü ayrıca bayram kimi qeyd olunur. Alisher Navoiy'nin kitapları Azerbaycan'da defalarla neşr olmuştur. Azerbaycan Alisher Navoiy şünaslığın Özbekistan'dan sonra ikinci esas vesenidir. Biz buna iddialıyız. Çünkü içimizde bir Özbekistan sevgisi vardır. Özbekistan kardeş ülkedir. Özbekistan'ın bugün inkişaf ederek yeni Özbekistan merhalesine kalkmağı Azerbaycan'da herkes için gururdur. Azerbaycan-Özbekistan dostluğu dünyaya bir numunedir. Alisher Navoiy bu dostluğun hem temeli hem de sabahıdır. Uyg'unlikda rivojlanib borayotgan madaniyat va adabiyotlar dunyoda ko'p emas. Bu ham bir noyob hodisa hisoblanadi, fenomen hisoblanadi. Chunki bir xalqning adabiyoti tarjimasiz va tabdilsiz boshqa bir xalqlar uchun ham, yondosh qardosh xalqlar uchun ham tushunarli bo'lishi bo'lgan holda, ular uchun ham bir mayoq, yo'l boshlovchi vazifasini o'tashi bu kamdan kam uchraydigan hodisa. Chunki turkiy xalqlar va ularning madaniyati dunyodagi eng qadimiy madaniyatlarning biri hisoblanadi va ularning rivojlanish tarixi bir necha ming yillarni o'z ichiga oladigan bo'lsa, mana shularning ichidan rivojlanib kelgan O'zbekiston va Ozarbayjon adabiyoti shulardan o'sib chiqqan bir yon tomirlar, boshqacha aytganda bir qo'shimcha bir daryolar deb aytish mumkin bu narsani. Bugun mana shu hodisani tadqiq etdik, mana shu hodisani tahlil etdik, e'tirof etdik va mana shuning asnosida hatto zamonaviy adabiyot ning bugungi kuni tahlil etilgan bir kitoblarni ham ko'rdik. Mana shunday kitoblarni ham bizni ozarbayjonlik hamkasblarimiz bizga taqdim etishdiki, bu biz uchun ham o'ziga xos bir yoqimli sovg'a bo'ldi. Hazrat Mir Alisher Navoiy tavalludini keng nishonlash maqsadida Ozarbayjonda o'tkazilgan tadbirlar doirasida Vatandosh jamoat fondi tomonidan O'zbekiston vatandoshlar jamiyati ta'sis etildi. Ushbu ezgu maqsad ila tashkil etilgan mazkur jamiyat Ozarbayjonda yashayotgan o'zbeklarni birlashtirish, milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va kelajak avlodga yetkazish vazifasini o'z oldiga qo'ygan. Vatandosh bo'lmasa, vatan bo'lmaydi, deydi Ibn Arabiy. Vatandoshlarimiz bilan ko'p muloqotlar olib borish natijasida hozir 40 dan ortiq davlatlarda 226 ta vatandoshlarimizni jamoat tashkilotlarini, o'zbeklar jamiyatlarini tashkil etib kelib, ular bilan muloqotlar olib boramiz. Shu tashrifimiz davomida Ozarbayjonda ham o'zbek vatandoshlari jamiyatini tashkil etishda anchadan beri muhokama qilib borayotgandik. Mana bugun Boku shahrida vatandoshlarimiz bilan shu jamiyatni ta'sis yig'ilishini o'tkazdik va mana shu ta'sis yig'ilishida ko'pchilikni taklifi shu jamiyatni nomini Alisher Navoiy bobomizni nomini berilishi ham bejizga emas. Mana shu bugun ulug' ayyom kunlarida shu bois Alisher Navoiy nomidagi o'zbek vatandoshlari jamiyatini ta'sis yig'ilishini o'tkazdik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2025-yil yakunida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va O'zbekiston fuqarolariga murojaatlarida bu yil 2026-yilda ikkita katta buyuk bobokalonlarimizni tavallud ayyomlarini nishonlash bo'yicha topshiriq bergandilar. Eng avvalo Alisher Navoiyning 585 yilligi va Amir Temur bobomizning 690 yilligini nishonlash. Biz vatandoshlar jamoat fondi o'sha tadbirda qatnashib, o'shan ertasi kuni xorijdagi vatandoshlarimiz bilan
muloqotlarni olib bordik. Bu yil mana ilk Ozarbayjonda, keyin Qozog'iston Respublikasida, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasida tadbirlarda bevosita ishtirok etib bu tadbirlarni o'tkazamiz. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Turkiya, Koreya, Yaponiyadagi elchixonalarimiz, vatandoshlarimiz bilan birgalikda bu tadbirlarni tashkil etish ustida turibmiz. Albatta bu juda ham jiddiy ish hisoblanadi, mas'uliyatli ish hisoblanadi. Bu faqatgina o'zim emas, balki butun o'zbek vatandoshlarini Ozarbayjonda tanitish, Ozarbayjonda o'zimizning yuzimiz bo'lamizda bu jamiyat. Mana shuni mas'uliyati hozir ham mas'uliyatning og'irligi bir tomondan bu quvonch birlashib, ya'ni hayajonlanib turibmiz. Avvalambor birinchi qadam albatta qiyin bo'ladi. Biz shu o'zbeklar bilan birlashib bu yerda o'zimizni O'zbekistonimizni tanitib, undan tashqari shu O'zbekistondan uzoq yashayotgan vatandoshlarimiz, O'zbekistonni sog'inib yashayotgan vatandoshlarimizni birlashtirib, kichik joyda katta O'zbekiston taftini his qildirish niyatidamiz. Olib kelgan kitoblar orasida menga asqotadigan boyagi Alisher Navoiy hamsasining nasri bayoni. Juda xursand bo'ldim. Foydalanib jamiyatning kutubxonasiga qaytarish. So'z mulkining sohibqironi Mir Alisher Navoiy bugun ham insonlarni, millatlarni, mamlakatlarni, butun dunyoni birlashtiryapti. Shu o'rinda bayram tadbirlarini baland daraja, yuksak saviyada o'tishida Ozarbayjon hukumati, Ozarbayjon Fanlar akademiyasi va qardosh ozar xalqiga chuqur minnatdorlik izhor etish burchimizdir. Ozarbayjonliklarning buyuk ajdodimizga bo'lgan mehri, hurmati cheksiz ekanligini ko'rib, qalbimiz iftixor va nurga to'ldi. Alisher Navoiy o insanlardandır, o büyük şəxsiyyətlərdəndir ki, o büyük mütəfəkkirlərdəndir ki, onun sözü hər zaman qalacaq. Çünki o, baxın, nə qədər öz xalqı üçün, Özbək xalqı üçün, eyni zamanda bütün bizim xalqlarımız üçün, Türk xalqlarımız üçün illər keçdisə, amma yenə də biz bu günləri onu görürük, nə qədər işlər görüb. Yəni, Türk dilinin inkişafında, türkçülük bir məhum kimi, baxın, o vaxtları biz onu düşünmürdük. Yəni, biz deyəndə onlar onu düşünmürdülər. Amma ona baxmayaraq, o vaxtları onun elə bil əsaslarını qururdular. Əsaslarını, o birliyin əsaslarını qururdular. Hansı ki, bu günləri o mənəvi birlik və ümumiyyətlə fiziki birlik və bizim dövlətlərimiz arasında var. Bizim dövlət başçılarımızın arasında var. Mən hər zaman deyirəm, bunu hamı bilir, hamı görür. Çünki bu göz qabağındadır. Bizim dövlət başçılarımız ən yüksək nümunəvi bir dostluq sərgiləyirlər. Ən yüksək nümunəvi qardaşlıq münasibətləri sərgiləyirlər. Qarşılıqlı etimada əsaslanan, hörmətə əsaslanan və bu günləri bizim xalqlarımızın təmsilçiləri bir-birinə bağlıdır. Bir-birinə bağlıdır və yenə deyirəm, o məsafə ilə ölçülmür. Coğrafi məsafəyə heç bir manəsi yoxdur. Və yaxud elə Alisher Navoiy ilə Nizami Gəncəvini götürsək, o zaman məsafəsinə baxmayaraq, əsrlər məsafəsinə baxmayaraq necə bir bağlılıq var idi. Nizami və Navoiy, daha sonra Navoiy Füzuli. Nədir bu? Yəni, bu sadəcə bir poetik bağlılıq deyil. Bu sadəcə bir yaradıcılıq bağlılıq deyil. Bu, eyni zamanda o əsrlərdə mövcud Azərbaycan-Özbəkistan bağlılığıdır. İllər keçəcək, amma Navoiynin sözü qalacaq, Nizaminin sözü qalacaq, Füzulinin sözü qalacaq. Çünki onlar hamısı o böyük, nəhəng Turanın, Türk dünyasının övladlarıdır, böyük şəxsiyyətləridir. Qardaşlıq olan münasibətinin əsasını bizim rəhbərlərimiz, bizim prezidentlərimiz qoyub. Hörmətli prezident İlham Heydəroğlu Əliyev və hörmətli Özbəkistan prezidenti Şəfqət Miramonoviç Mirzəyev bir-birlərini qardaş deyirlər. Və mən hesab edirəm ki, biz də hər birimiz
öz sahəmizdə çalışmalıyıq bu münasibətləri bərpa eləməyə, genişləndirməyə. Biz çox sevinirik bu günləri Özbəkistan dövləti inkişaf eləyir. Mən orada səfərdə olmuşam, mən görmüşəm və böyük iqtisadi nailiyyətlər ki, bu günləri Özbəkistan həyata keçirdir. Bu bizi Xəzərin bu tərəfində, Azərbaycanda sevindirir və hesab edirəm ki, Özbəkistan bu gün yenə də təkrarlanan çox inkişaf eləyən bir regionun dövlətidir və arzulayıram ki, qarşınıza qoyduğunuz bütün nə məqsədlər var onu çatasınız və əminəm ki, buna da çatacaqsınız və bütün layihələrinizi çox gözəl həyata keçirdəcəksiniz. Dünya Alisher Navoiyni esləsin. Vətəndaşlar o'rgansin. Dünya Alisher Navoiyni o'rgansa, bu dunyo juda go'zal bo'ladi. Yashashga arziydigan bir dunyoga aylanadi. Shuning uchun ham Alisher Navoiy atrofida hammamiz birlashaylik. Alisher Navoiy sari yuksalaylik. Alisher Navoiysi bor bir millat, juda buyuk millat bo'lishi kerak aslida. Biz shuni idrok etib, bu davrda o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Insoniyat yana Navoiyga yuz burdi. Navoiyga qaytyapmiz. Uni o'qishga, anglashga intilyapmiz. Demak, to'g'ri yo'ldamiz. Buyuk zot millatimiz faxri Alisher Navoiyning to'yi barchamizga muborak bo'lsin. Biz esa o'z fikri, so'zi, amali, tafakkuri, ma'naviyati yuksak, o'z ona tilini ko'z qorachig'idek asrayotgan millat sifatida bobokalonimizga munosib avlod bo'laylik. Zero benazir inson Alisher Navoiyning orzusi ham shu edi. Orzu umidlari ijobat bo'lsin.